GM mashinasi sotib olganlar, Cobalt haydaydiganlar bormi? To'g'risini aytinglar, faqat mana shu kelishga mashinadan chiqqandan keyin hali bir marta ham qo'lingizga olib ochib o'qib ko'rmagansiz, to'g'rimi? Ko'pchilik shunday oladi-da, shunday bagajga tashlab yuboradi. Bo'ldi, qolganini standart bo'yicha haydashadi, lekin bu Cobalt emas, chunki bu hozirgi kundagi yangi chiqqan Vanusli sistemadagi Cobaltimiz bo'ladi. Menimcha har bitta odam buni ochib bitta o'qib, qiziqib ko'ryapti. Vanus sistema bu, qaranglar, Vanus so'zi bor-ku, BMWni analogini tiqib qo'yishdi, Vanus qilib. Kompyuter o'zgargan, gaz raspределение va korobkasi o'zgargan. Endi qolgan o'zgarishlar salon qismida bo'ladi va nima moy quyardingiz? Qani bitta kommentariy yozib qoldiring. Men sizga hozir bitta ko'rsataman. Siz aniq bilaman, buni bilmaysiz. Knishkani orqa tomonini ochadigan bo'lsangiz, mana dvigatel benzin GM Dexus 0 ga 20 moyi maslahat beriladi. Ya'ni servis kitobini o'zida ham aynan shu moy shu mashinaga maslahat beriladi. Bu moy bo'lsa, mana Dexus Valvoline 0 ga 20 birinchi bo'lib dunyo bo'yicha patentlangan moy, toza amerikanskiy moy bo'ladi. Ya'ni GM ga ham buni dopuski bor akalar. Mana sizlarga maslahat beriladigan moy aynan shu moyimiz bo'ladi. Xudo xolisa bu mashinaga polni full qilib propan uстановка qildi. Gazda ham mashina umuman muammosi yo'q. Faqatgina to'g'ri narsalarni uстановка qilish kerak bo'ladi. Mana bu Evans blok uстановка qilganmiz Yevropa gazlar. Bunga обязательно OBDga ulash kerak. Mana narsa borligi, ya'ni Vanus borligini hisobiga, blok o'zgargani hisobiga OBDga ulash kerak bo'ladi. Agar ulanmasa, ertaga muammolar kelib chiqaradi va mana shu blokda xudo xolisa muammolar yo'q. Garantiya kuyuminiya qilib, servisning pechatlarini ham xudo xolis berganmiz. Xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Bu videoni kimga jo'natib qo'yishni o'zingizlar bilasizlar.